Assalamu alaykum, qandoqlar yaxshimi? Men bugun bu süpürgem bilan bu yataq bulutini yumoqchi. Men tayyorlik qilib bo'lib, esim keldi, shunga men sizlarga yana qayta ko'rsatmoqchi. Bunun ichida ikki tal ashlangi chiqdi. Ma birisi gilam yuydigan, ma birisi öy süpürgan. Men hozir gilam yuydiganni taqdim. Ondan keyin öy süpürgan vaqtimizda buni tekki suv olmaymiz. Faqat mushtabigalam suv olatdik. Men hozir gilam bulut yuydiganligim uchun bunun içine su aldım. Yani gilam yuyish, sapa yuyish, bulut yuyish hammasiniki qilgan o'xshash. Buni qildim. Qilgandan keyin bunun ichida mana hali shampuani deb chiqdi. Buningda sapa yuyamsizlar, nima yuysanglar bo'ldi. Buningdan az miqdorda to'kdim. To'kib bo'lgandan keyin yana buningdan ikki tal bosh bor. Yani gilam yuydigan. Men sapani nima ishlatsanlar bo'ldi. Cho'l kichik yalatdi. Men bu yerga kerak cho'ngini ishlatdim. Andan keyin bu holatda kichik emir bir chiqdi. Shunchalik holatda, ya'ni 20 cm tarafida shlangi chiqdi. Buni oq tarafini ostiga suvga chekashtirib, bu qora tarafini ustiga qilamiz. Buni ustiga qo'ygandan keyin buning ostidagi mashinangisi so'piliq suvga tegish orqali ustiga so'pini chiqardim. So'pini chiqarib, mana bu shilankidan, uzun shilankidan, supurgimga taqqan uzun shilankidan suv chechib bulutimizni yuydik. Undaqda biz bu suyimizni bu so'piliq suvning ustiga qo'yib supurgimizni mavzimiz. Ya'ni bulutimizni yuyamiz. Buni saldik, lekin bu shilanka bu supurgimizning tagida bir kichik tushuk bor, shu tushukning ichiga kirish kerak. Kirgizib solamiz. Mana kirgizib soldik, sap bo'lgandan keyin mana chiroq yonadi. To'g'ri soladigan bo'lsak, chiroq yonadi. Undan keyin biz yana taqib o'tib mana bu shilankimizni taqagan, bu shilankimiz orqali yuyamiz. Mana bulutimni ko'rgansizlar, bu holatda. Bo'libmi bu siriq dog'. Biz buni yuvib chiqaramiz hozir. Biz bu tizginakni boshdan bu boshqa qilib taqdik. Taqgandan keyin bu mang'uzdan tugmani besib bo'lgandan keyin bu yomg'ir damlasini besib etamiz. Basqanda ko'rinmarak suv damchilar ko'rinadi herhalde. Bu yerdan bizga suv chiqaradi. Mana yerga chiqayotgan suvni ko'rinadi. Mana bu yomg'ir damlasi basqandan keyin ham shu suv chiqishga boshlaydi. Biz gördüğünler kumane nereden çıkan seni müşahetde. Bayam kasarık haletini gördüğünler, hazır haletini gördüğünler bu değil mi? Bayam süp sarıktı bu bulutum, hazır halette. Toxtattım. Bayam kasarık bulutumdan, hazır bulutumdan halini gördüğünler bu değil mi? Ondaq bo'lsa biz bunun içideki suya qarab baqaylı. Bayatdan biz pak su algan, hazır qanday bo'lib ketdi. Ko'rdinglarmi? Mana bunun ichidan chiqqan maynet sular. Hemen sizlarga ko'rsatib qo'yay. Bunun içideki so'piliq suyimiz tugidi. Bu yer ko'pik oldu. Bunun içideki su mana bu holatda bulutimizni yuydi. Gilamlaringlarni musafanim hemen şu usulda sana buldu aldı bilen. Bu tügümüge basarak yani yomg'ir tamchisiga suvni hammaga chachimiz. Ondan keyin bu usul tügümüge qilib turib chiqargan suvni ichiga so'piliq ichini ichiga tortamiz. Shu holatda yuysak bo'ladi. Ko'rdinglar bulutumni sirtqa chiqib yug'izgan bo'lsam, balkim bir bulut 40 lira 50 liradan berardim. Bir kishilik bulut yani. Ben bugün bulut yiyip verdim. Keyin qatımda inşallah gilamni, sapalarımni tozalayman. Bunu sizlar bilan o'rtoqlashim inşallah. Yani hakikaten memnun kaldım yine desem yeni şu.